Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika hökuməti Xitayning telegraf üskünələrini çəkləydiğən yeni qarar ma'qulladi. Amerikanın telegraf nazorat kontrol organi Amerikanın dövlət bexatarligiga təhdid elib keladi degan sabab bilan yangi qaror chiqarib, Xitoyning telegraf uskunalariga qarata cheklamani yangi bir baldaqqa ko'tardi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Federativ aloqa komiteti 28 oktyabr 3ga qarshi 0 ovoz bilan Xitoy telegraf uskunalariga qarshi yangi bir qaror ma'qullagan. Mazkur qarorda qora tizimlikka kirgizilgan Xitoy shirkatlarining zapchaslari mavjud bo'lgan uskunalarni tasdiqlashning cheklanganligi, komitetning yana alohida ahvolda bundan ilgari tasdiq olgan zapchaslarga mo cheklash buyrug'i tushiralaydiganligi bekitilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Federativ aloqa komiteti bundan ilgari Xitoyning Huawei, Zhongsheng, Xitoy ko'chma aloqasi, Xitoy telegrafi qatorliq shirkatlarni cheklash tizimligiga kirgizib bo'lgan. Mazkur komitetning raisi Berindan Karib bu haqda to'xtalib, qonunsiz unsurlar bu yuchuqlardan foydalanib tor bexatarligimizga tahdid elib kelishi mumkin. Amerikaning chet el raqiblari izchil tariqada sistemamizdagi yuchuqlardan foydalanishning amalini izlab keldi degan. Bu ayning 5-ida Amerika Federativ aloqa komiteti asosliq tor savdo supalaridan import qilish cheklangan Xitoy elektronlik mahsulotlarining necha millionlagan tizimligini o'chirib o'tgan edi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratini amaldan qoldirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Xitoy bilan siyrak to'pi qatorliq ko'plagan masalalarni muzokara qilish uchun oldingi haftaning oxirida Beijingga berishni planlagan bo'lsa-mu, Xitoy tarafdan yetarli suhbat obyektiga erishalmaganlikdan Xitoy safarini amaldan qoldirgan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarida Germaniya Tashqi ishlar ministri Johann Vadifulning 26 oktyabr planlangan Xitoy safarini oxirgi paytda bekor qilishini afat xarakterli payt deb sifatlab, Germaniya Xitoy munosabatining texmi yiriklashganligini bildirgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi muxbirlarga bu qarorning sababi haqida tushuncha berib, Xitoy tarafining faqat Wang Yini Germaniya Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishishga o'rinlashtirganligini, uningdan boshqa hech qanday uchrashishni aniq bekitmaganligini qayd qilgan. Xitoy Germaniya Tashqi ishlar ministrining bu qarorini tanqid qilib, ikki taraf munosabatida Germaniyaning texmi ko'p hurmat ko'rsatishi kerakligini da'vo qilgan. Germaniya taratqullarining bu vaqtdagi analizlarida Johann Vadifulning Xitoy ziyoratini vaqtliq amaldan qoldirishining mantiqiy bir qaror ekanligi, ammo amaldan qoldirmagan bo'lsa-mu, o'xshashli mantiqiga uyg'un bo'ladiganligi, Germaniyaning ta'sir kuchining barg'ansiri cheklik bo'lib qolayotganligi qayd qilingan. Analiz xabarlarida yana Germaniya iqtisodining Xitoyning siyrak to'pi manbasiga ig'ir darajada beqinib qolganligi, Germaniya shirkatlari Xitoydan siyrak to'pi elementlariga erishish uchun sazgur uchurlarni ta'minlashga majbur bo'layotganligi, bu uchurlar Xitoyning Germaniya sanoatidagi ojiz halqalarni bayqishiga fursat yaratib berishi mumkinligi, Yevropaning Xitoy masalasida cho'qim kallasini silkib o'tishi kerakligi ta'kidlangan. Erdoğan bilan Starmer Yevropa kurashchi aeroplani Tayfun kelishimini imzoladi. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan Angliya bosh vaziri Keir Starmer Yevropa kurashchi aeroplani Tayfun to'g'risida ikki taraflik hamkorlik kelishimi imzoladi. Erdoğan dushanba kuni Anqaradagi Cumhur Raislik mahkamasida Starmer bilan kelishimni imzolagandan keyin biz buni ikki yaqin ittifoqdosh o'rtasidagi strategik aloqalarning yangi simvoli deb qaraymiz, dedi. Prezident Erdoğan Yevropa kurashchi aeroplani kelishimining Angliya bilan o'rtaq mudofaa turlarining eshigini ochadiganligiga ishonganligini bildirdi. U yana nishonning Turkiya-Angliya savdosini 40 milliard dollarga yetkazish ekanligini tilg'aylab, iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga va'da berdi. Erdoğan sözünü davamlaştırıp, Angliya bilan savdo hajmimizni avval 30 milliard dollarga,
andın 40 milyard dollarga yetkizishni qaror qildik. Iqtisodiy aloqalarimizni kuchaytirishga bel bog'ladik. Yevropa kurashchi aeroplani kelishimi jarayonida Angliya tarafidan qilingan xizmatlar uchun bosh vazir Starmer va uning atritiga rahmat aytaman. Shundaqla kelishim doirasidagi boshqa ittifoqdosh davlatlarning rahbarlariga barpochi pozitsiyalari uchun minnatdorligimni bildiraman, dedi. Starmer bu kelishimning taxminan 11 milliard dollar qimmatida ekanligini aytdi. Angliya bosh vaziri bu haqiqatan muhim kelishim. Chunki u 10 milliard 700 million dollar qimmatidagi zakasni o'z ichiga oladi. Bu 10 yil davomlashadigan xizmat degan iboralarni ishlatib, Turkiya bilan Angliya o'rtasidagi Yevropa kurashchi aeroplani kelishimining NATO bexatarligi uchun bir g'alaba ekanligini bildirdi. O'rtaq muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Starmer yana bu NATO bo'yicha bexatarlikni oshiradi. Ikki taraflik mudofaa hamkorligimizni cho'nqurlashtiradi. Shundaqla bu yerning va Angliyaning iqtisodiy o'sishini qo'llab, Angliyadagi 20 ming xizmat o'rniga kapolatlik qilib, eng yangi texnikadagi bu urush aeroplanlarini yasaydi, dedi. Starmer buni mavjud hamkorligimizning barg'ansiri cho'nqurlashayotganligi va kengayayotganligini aks ettiradigan, shundaqla texmo ilgirlash orzuyimizni ko'rsatib beradigan tarixiy bir payt deb tasvirladi. Angliya mudofaa vazirati zakasning 20 dona Yevropa kurashchi aeroplanini o'z ichiga oladiganligini e'lon qildi. Bosh vazir Starmerning Anqara ziyoratiga hamroh bo'lgan mudofaa vaziri John Haley muxbirlarga bergan bayonotida Turkiya muhim NATO ittifoqdoshi va Qora dengizning darvozavinidir. Ularni eng yuqori saviyadagi Tayfun urush aeroplanlari bilan ta'minlashni mazmun qilgan bu kelishim NATOning mudofaa kuchini kuchaytiradi va hammamizni texmo bexatar qiladi, dedi. Angliya hukumati bu kelishimni bir avlod ichidagi eng chong urush aeroplani eksport kelishimi deb tasvirladi. Kelishimning Edinburgh, Wharton, Samnesbury va Bristoldagi ishlab chiqarish liniyalari orqali 20 ming kishilik Angliya xizmatchi qo'shinini qo'llaydiganligi bildirildi. NATOning ikkinchi chong harbiy kuchiga ega bo'lgan Turkiya, Angliya, Germaniya, Italiya va Ispaniya tarafidan o'rtaq ishlab chiqarilgan ko'p iqtidorli urush aeroplani Eurofighter Typhoon orqali yerlik lohiyalik reaktiv aeroplanlar keng ko'lamlik ishlab chiqarishga kirgizilganga qadar havo armiyasining reaktiv tiplarining ko'p xilligini saqlab qolishni nishon qilmoqda. Yevropa kurashchi aeroplani Typhoon hozir Yevropada Angliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya va Avstriyaning O'rta Sharq rayonida bo'lsa, Saudiya Arabiston, Oman, Kuvayt va Qatarni o'z ichiga olgan 4 Paris qo'ltiqi davlatining havo armiyasida mulozimat qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.